Misrda qorilar ko'p. Misrda bolalar 10 yoshga yetmasdan murattab qori bo'lar ekan. Qur'onni to'liq yodlar ekan. Hofizi Qur'on bo'lar ekan azizlar. Nima uchun? Chunki Misrda kelinlar homilador bo'lishligi bilan oila boshlig'i aytar ekan. Kelinni barcha mehnatlardan bugundan boshlab ozodsiz. Sizning bitta vazifangiz bor. U ham bo'lsa faqat Qur'on o'qiysiz deydi ekan. Bizga qori nevara kerak. Qur'on o'qiysiz deydi ekan va quloqida naushnik bilan Qur'on eshitadi, faqat boshqa narsa eshitmaydi. 9 oy ichida kamida 30 marta, 40 marta Qur'onni xatm qilar ekan kelin. Bo'lmasam 100 marta, 200 marta xatm qiladi. Ana o'sha bolalar tug'ilibla qori bo'ladi tezda. Nima uchun? Qur'on ularga notanish emas. Onasining qornida 9 oy Qur'onni birga o'qigan, birga eshitgan, birga takrorlagan. Homilador ayollar nimani ko'rsa bolasi ham shuni ko'radi. Nimani eshitsa shuni eshitadi. Nimani o'qisa bola ham shuni o'qiydi. U 9 oy ichida bolani yuragiga, qon-qoningga Qur'on singib ketadi azizlar. Ana shuning uchun